вообще zo'r. Buni-chi sevdim bari просто. 80 ming so'mga shokolad bermaydi, lekin sizlar прям to'la belgiyskiy shokoladli, kadayefli и свежий клубникали shunaqa narsa yasanglar bo'ladi. Shimron. Shokoladlar вообще toza nargiz. Bilinadi o'zi yeganda. Anaqa plitkali ishlatmaymiz biz, arzon. Buncha rosa qimmat sotishayotgan ekan. Kecha aytishdi. Bu 80 ming so'm ataga. Choylar bilan prям ichishga. Ne so'raydi arzon? Xalq uchun do'stim. Klubnika ham oz qimmat вообще.